Dunyodagi eng hayratlanarli egizaklar qani ko'ramiz. Xo'p, birinchisi Lara and Mara albinizm bilan tug'ilgan egizaklar ekan. Ya'ni hamma joyi oppoq, sochi, boshqa hamma tuklari oppoq ekan. Keyingisi Anna and Lucy Dequie nomini to'g'ri o'qidimmi? Dunyodagi eng bir-biriga o'xshash egizaklar deb topilgan ekan bular. Keyingisi The Clement Twins. Bular dunyodagi eng chiroyli egizaklar deb topilgan ekan. Keyingisi Lucy and Maria Elmer. Bu egizaklar oq va qora tanli ota-onalardan tug'ilgan egizaklar ekan va bu egizaklar rostdan ham bitta ota-onadan tug'ilishgan ekan. Qaranglar, ikki xil turibdi. Xo'p, keyingisi Billy Lynn va Benny Loin. Bu egizaklar dunyodagi eng og'ir vaznga ega bo'lgan egizaklar hisoblangan ekan va menimcha hozir yashashmasa kerak. Xo'p, sizni qaysi egizaklar ko'proq hayron qoldirdi? Kommentariyaga yozib keting va videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Dunyodagi eng hayratlanarli egizaklar qani ko'ramiz. Xo'p, birinchisi Lara and Mara albinizm bilan tug'ilgan egizaklar ekan. Ya'ni hamma joyi oppoq, sochi, boshqa hamma tuklari oppoq ekan. Keyingisi Anna and Lucy Dequie nomini to'g'ri o'qidimmi? Dunyodagi eng bir-biriga o'xshash egizaklar deb topilgan ekan bular. Keyingisi The Clement Twins. Bular dunyodagi eng chiroyli egizaklar deb topilgan ekan. Keyingisi Lucy and Maria Elmer. Bu egizaklar oq va qora tanli ota-onalardan tug'ilgan egizaklar ekan va bu egizaklar rostdan ham bitta ota-onadan tug'ilishgan ekan. Qaranglar, ikki xil turibdi. Xo'p, keyingisi Billy Lynn va Benny Loin. Bu egizaklar dunyodagi eng og'ir vaznga ega bo'lgan egizaklar hisoblangan ekan va menimcha hozir yashashmasa kerak. Xo'p, sizni qaysi egizaklar ko'proq hayron qoldirdi? Kommentariyaga yozib keting va videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Dunyodagi eng hayratlanarli egizaklar qani ko'ramiz. Xo'p, birinchisi Lara and Mara albinizm bilan tug'ilgan egizaklar ekan. Ya'ni hamma joyi oppoq, sochi, boshqa hamma tuklari oppoq ekan. Keyingisi Anna and Lucy Dequie nomini to'g'ri o'qidimmi? Dunyodagi eng bir-biriga o'xshash egizaklar deb topilgan ekan bular. Keyingisi The Clement Twins. Bular dunyodagi eng chiroyli egizaklar deb topilgan ekan. Keyingisi Lucy and Maria Elmer. Bu egizaklar oq va qora tanli ota-onalardan tug'ilgan egizaklar ekan va bu egizaklar rostdan ham bitta ota-onadan tug'ilishgan ekan. Qaranglar, ikki xil turibdi. Xo'p, keyingisi Billy Lynn va Benny Loin. Bu egizaklar dunyodagi eng og'ir vaznga ega bo'lgan egizaklar hisoblangan ekan va menimcha hozir yashashmasa kerak. Xo'p, sizni qaysi egizaklar ko'proq hayron qoldirdi? Kommentariyaga yozib keting va videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.